Özünün Mekke'ye berip haj kılmakçı bolavatqanlığını aşkarı bildirgen idi. O Kaşgariyani soravatqan çağdımı özünün muşundaq oyu barlığını bir qancha sorunda izhar qılıp öttü. Lekin onun devleti ve ornu muqam bulalmayvatqan şaraitda başkalarını özünün ornunda haj qilib kelishga avatdi. O hükmran bolgandan keyin hammadan avval İslam şeriatini yeni baştan icra qilishni ta'kidladi. Hem de mukaddes hocalarını hatırlaş yüzüsüden yasalıvatkan bir qancha mazarga pon taqdim qildi. Yani vahbe taqdim qildi. O öz hayatida her qatam birer xavfga duch kelganda mushundaq yo'l orqali öz manfaati bilan o'zi e'tiqod qiladigandan dinning manfaatini o'xshash bir o'ringa qo'ydi. O mesuliyetçen ve muradığı yetken xanga aylangan çağda onun ötmüşteki sergüzeşleri, onun bütün Asiyada İslamiyet'ten en ihlasmen, en sürlü kavmisi degen namını onaylı kolga keltürelişige naydı köp menfaat yetkizdi. Yakup Beg'nin hayatıdaki muşu mezgilde tonuyduğun bireyle boyu pakar. Ama bəslik, zirek, çıraylık bir adam idi dep tasvirlep ber. Onun kokandaki acayip sergüzeşleri beşide əgip yürügen ölüm sayısı, etki günün kandak buluşu onun üçün ikinci orundaki işqa ayrılıp kaldı. O uzak vakit ordu fitnesi işçide yaşıgallıktan her kandak bir işqa perva kılmaydıgan bulup kaldı. Şunu onu görüp kalgan kişi cezmen döt, tetiksiz adam okşaydı dep kalattı. Lekin gap o kızıqıdığan işqa meslen Rusiyanın tecavüzü, İslam dininin kelekçegi ve yaki Angliyanın siyasi qatarlıq işlağı yetkelgende o niqabını derhal yırtıp taşlap, şundaq ber adamga aylanıp qalatdı ki özünün ağız dolu orulluq fikri bilen bolupmu bir xil favqulodda sihri kuchiga ega ovozi, pozitsiyasi bilen her qandaq kishini qayil qilmaydi. O ezelden oddi sodi kiyinetdi. Köpçülük Asiyalıqlardak söyletvazlık qilib, özünü körüstiş arqılıq başqalarının hürmetigi sazavar bo'lishni bilmaydi. Tövbe. Hatta o hukuk saltanatının yuqori pallasiga chiqqan chaqladimi, o özünü ordudagi oddiy bir navkardek tutatdi. Kişiler xuddi Temürlenni ta'riflagandek ataliq g'azinimi Botir, putini sabr taqat. Temürlenni ta'riflagandek ataliq g'azinimi Botir, putini sabr taqat uzangisiga qo'ygan kishi deb ta'riflashatdi. Putini sabr taqat uzangisiga qo'ygan kishi deb ta'riflashatdi. Şüphesiz ki o Çingiz Han, Temürlen ve Babur Han'ın şüphesiz ki o Çingiz Han, Temürlen ve Babur Han'ın her biri cihette kazangan geçirenler. Sen enik besilmagan iken okuyamay kaldın bakatlı. Temürlen ve Babur Han'ın her bir cihette kazangan büyük galiblerinin tecrübesini öğrenişki bel bağlagan idi. Yukarıda Bozruk Han'ın Irak'a yürüyüş kılgıcı koşununun başkomandanı doğrusu da bayan kılmakçı bolğanlarımız Emdi Mezgör Hoca'nın özüge kileyli o yaş cihette kol asıdaki Yakup Bey bilen kurdaş idi. Lekin başka cihetlerinin hemisi ola birbirinden köp farklıdır. Bozruk Han korkançak söyletvaz, haşamet xor bir adam bulup öz kavminin mekkar, tuturuksuzluk micazının hemisi onunla tepalattı.
o hayatida o'zida kam bo'lgan eng oddiy bir fazilatni hozirlash yo'lida hech qanday bir ish qilmagan edi. Gerçi o Velixonning harbiy yurishiga qatnashgan bo'lsa, ifodasi ancha yaxshi bo'lmagan edi. Shundan keyin xo'jalar Qashqarni besib olib, bir necha hafta o'tar o'tmay o'z shabdoshlaridan eshib tushadigan tantakligi tufaylidan xalqning nafratiga uchradi. Dal mushu ikki kishi oxiri bir davlatni qaytirib olish uchun 1864-yilning oxirida Toshkentdan yo'lga chiqdi. Ularni muvaffaqiyat qozonar deydigan odam yo'q deyarlik edi. Yoqubbekchilik muvaffaqiyat qozonar deydigan odam texmo yo'q edi. Endi biz ularning Sharqi Turkistondagi sarguzashtlarini yoki Uyg'uristondagi sarguzashtlarini bayon qilamiz. 8-bab. Bozorxon bilan Yoqubbekning Qashqariyaga besib kirishi. Besib kirishi deb tarjima qildi Xitoy. Biz yuqorida Jungoliklarning Sharqi Turkiston diyana, Uyg'uristonda xo'jalarning bir qancha qitim huquq talabini o'ttirib qo'yishi va Qo'qonning maxfiy yoki oshkora elib borgan suiqasdlari tufaylidan bir qancha qitim tahlikaga uchraganligini ko'rdik. Lekin sharoitning qanchalik murakkab, mushaqqatli bo'lishidan qat'iy nazar, ular birdan ittifoqlashganlikdan omon g'alaba qozonib keldi. Jangir Xo'ja bir mahal muvaffaqiyat qozona olgan bo'lsa-mu, lekin u bu yerda besib olgandan keyin haddidan ziyoda yovuzlik qilganlikdan va u qochib ketgandan keyin Jungoliklarning bu yerni tinchlandirish yo'lida sarf qilgan zehni va g'oyat zo'r kuchi tufaylidan bu muvaffaqiyatlardan hech nima qolmadi. Velixon türünün oxirgi bir qatimliq besib ko'rishini bulongchilik xarakterdagi bir qatimliq tajovuzchilik demakdan boshqa gap to'g'ri kelmaydi. Ko'ran O'rta-Osiyoliklar O'rta-Osiyo doirasida faoliyat qilayotganda bulongchilik, tajovuzchilik deyiladi ekan. Saddichinning ichidagi Xitoy Saddichindan chiqib kelib, bir oylar kirib kelsa, Jungolikning ishi, Jungoning zamini deyildi. Ko'rdingizmi mantaqani? Lekin 1859-yildan buyon bir necha yil ichida zo'r muhim o'zgarishlar yuz berganlikdan Jungoliklar o'zlariga qarshi chiqqanlarga butun kuchini to'plab, ya'ni Manjulajuma shiddat bilan zarba bera olmaydigan bo'lib qoldi. Bu imperiyaning hamma yerda g'olib isyonchilar o'z bayrog'ini tiklab olib, hukumatni toza hol surtib o'tdi. Yunnan o'lkasida Dali viloyatini o'ziga markaz qilgan bir musulmon hukmroni Pantayla hukmronlik qilib o'tdi. Shu chog'da Bermiliklar, Yevropaliklarning tili bo'yicha Jungoning Yunnan o'lkasidagi Xuizo Tungallarni shunday ataydi. Pantayla. Mush yer to'xtaymiz, hurmatli vatandosh.